Endi shu joyda turib aytaymi? Qaynotani zimmasiga degan mavzuda chiqdimi dardimizda, darsimizda? Tug'ilganda bolani beshigini, bolaga bir qator kiyimini, bir paqir saryog'ini olib keltirayotganlar dalilni qayerdan topib olib keltiryapsiz? Bu gapirish og'ir. Buni aytaymi, aytmaymi deb o'ylanib ham chiqdim. Bugun men yerda men borman, ertaga men bo'shashim ham mumkin. Ammo mas'uliyat zimmamda turganda aytaman, o qaynotasidan narsa olib keltirayotgan o'g'il bolalar. Qani dalilingiz? Nima narsani urfingizga qoldirib ketyapsiz? Nima narsani kirgizyapsiz? O'g'il bolaman, erkakman deb odamlarga oshkor qilib uylandingizmi? Otangiz siz tug'ilganda to'y qilganmi o'g'il ko'rdim deb? Nima qaynotangiz yuklaysiz? Ertaga siz ham qiz berasiz. Shuni xohlaysizmi sizda? Qaynotaga yuklamaylik. Boqishlik bizning zimmamizda. Himmat qilib olib kelib bersa, u boshqa masala. Lekin olib kelmasa aybdor qilmang. O'sha aybdor qilib kuyov bola olib kelsin deb aytmayapti. Qaynotalar aytayapti. Bizning xotinimiz aytayapti. Bizning uyimizdagi ayolimiz aytayapti. O'sha ayolni boshqaradigan akalar shu yerda o'tiribmiz. Aybni boshqa yuklamaylik. Buni tushuntiraylik. Chunki Alloh o'zingizni